Assalomu alaykum hurmatli izlab uy kanalimiz muxlislari. Sizlarga bugun biznesimiz uchun qulay joy, zamonaviy ofisni tanishtirmoqchimiz. Ofis shahar markazida joylashgan bo'lib, transport qatnovi qulay, mijozlar uchun esa oson topiladigan manzil. Chap tomonida Gostanlar binosi joylashgan, o'ng tomonda esa temir yo'l vokzali joylashgan. Ana endi ofisimizning ichki obzori bilan tanishib chiqamiz. Endi esa ichkariga nazar tashlaymiz. Ofis keng, yorug' va shinam muhitga ega. Sizning ish faoliyatingiz uchun samarali, kechishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ana endi ofisimizning ichki qismiga ham tanishib chiqamiz. Qani ketdik, marhamat. Bu yerda ofisimizning tashqari chiqish vhodi, bu esa sanuzel, bu yerda esa hammom, bu yerda esa katta shinam xona, zal qilishimiz mumkin dam olish uchun. Ko'rib turganingizdek, xonalarimiz yorug' va shinam muhitda mavjud. Bu joy sizning ish jarayoningizni yanada samarali qiladi. Endi esa keyingi xonamizni ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda esa oshxona joylashgan bo'lib, oshxonamizda esa barcha qulayliklar mavjud. Xosatan mana qishda bizda otoplenlarimiz ham mavjud. Bemalol issiqqina xonada o'tirasiz dam olib. Murojaat uchun quyidagi qo'ng'iroqlarga telefon qilishingiz mumkin. Bizga like bosib qo'ying, doim kuzatib boring. Bizda hamma yangi xabarlar bo'lishi kanalida. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.